yallig'lanishni hisobiga bosh miyadagi pardalarning yengil yanglanib qolishi. Natijada bo'lajada og'riqlar paydo bo'lish ehtimoligi bor bosh sohasida. Iyulda ko'rishganimizda keyin og'riq bilanmi shikoyatimiz? Bosh Og'riq bilan. Xo'p, shamollash qanchalik ko'p qaytarlanyapti Nodirbek aka? Ashi alolarni oldik, undan keyin yaxshi yurdi. Hozir endi boshlanuvdi. Bir hafta dori ichkizdirdim, yana ashi yo'tal boradi. Yo'tal bor. Ishtaha yaxshi bo'lyapti Nodirbek aka? Samolyotcha qilamiz ovqatlarni. Iya, haliyam. Nimjonda sheriklarga qaraganda deyman-ki. Bog'chaga boryaptimi? Bog'chaga boradi. Bog'cha ovqatlarni yaxshi iste'mol qilyaptimi? Yaxshi yeydi deydi opasi. Hatta yaxshi yeyapti. Aha. Tez charchab toliqish Nodirbek aka. Charchabman, toliqyapman degan narsa. Yo'q, turib boshim aylanyapti ya deb qoldi. Doimiy emas lekin buni. Endi qarang, og'riq bo'lib turadi Nodirbek aka. Chalg'idi bu narsa, masalan, o'yinga, telefonga, og'riq esdan chiqib qolyaptimi? Chiqib qolyapti, chalg'igan. Ko'ngillarni qusish bo'lgan yo'q hech qaysi og'riqda. Xo'p bo'ladi. Shamollash qanchalik ko'p dedingiz? Tez shamollaydi. Tez shamollash bor. Pasmi deyman. Sal degan tomog'i og'rib qoladi. Unda ham o'zi leykotsital balandroq chiqqan ekan. Mana cerebral arachnoid degan kasallik bor-da. Ya'ni yallig'lanishni hisobiga bosh miyadagi pardalarning yengil yanglanib qolishi. Natijada bo'lajada og'riqlar paydo bo'lish ehtimoligi bor bosh sohasida. Asosiy hozirgi holatdagi sabablari ko'proq virus infeksiyalar ko'payapti hozir bo'lajada. Bakterial infeksiyalar, ya'ni yo'tallar, bronxitlar, temperatura hisobiga, burun bitishi hisobiga yoki bo'lmasa terlab o'ynash hisobiga ham paydo bo'ladi bu narsa. Bo'ladi. Asabiylash qay darajada? Endi jizzaxda Bosh og'riqlarini qo'zg'atuvchi nima deydi? Keltirib chiqarish sabablari bor-da bir qancha. Tashqi omillar bor, ikkilamchi infeksiyalar bor, birlamchi bosh miyani o'zining kasalliklari bor. Sizlarda ko'proq ikkilamchi infeksiya hisobiga, ya'ni aytganimizdek shamollashda, bronxitda, yo'tallik hisobiga paydo bo'ladigan narsa. Birlamchi bosh og'riqlari bo'ladigan bo'lsa, bu boshda o'zini kasalliklarini hisobiga. Kistasi bo'lishi mumkin, qanaqadir образование bo'lishi mumkin. Bosh o'ta qonlanishning buzilishi bo'lishi mumkin, travma bo'lishi mumkin, shuning hisobiga paydo bo'ladigan narsalar bo'ladi. Lekin normaga tushadi xudo xolasa. Tayyor mahsulotlarda ratsiondan kamaytiring. Kireshki, chipsi, Pepsi, Cola, hot dog, hot lunchlar mumkin emas, akalni bermang imkon darajasida. Go'sht, tuxum, meva-cheva, sut mahsulotlarini ko'paytiring. To'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yinglar. Ratsionda go'sht, tuxum, sut, meva-cheva, ko'kat mahsulotlar ko'proq bo'lsin. Yarim tayyor mahsulotlardan ko'ra telefonda sekin-asta kamaytirib bermasangiz ham mayli.